أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص والعمل يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Ahmad as-Sag'irji rahimahulloh yozgan Fiqhul Hanafi va adillatuha degan bu kitobniki Mujibatul G'usl degan kitobi tahoratda turyapmiz. Tahorat bo'limining Mujibatul G'usl, g'uslni vojib qiluvchilar degan bobda turyapmiz. Endi biz dastlabda ikki hukmni bayon qilgandik. Biri jimo qilish, xatnigoning g'oyib bo'lishi, yana biri menining dab shavatdan chiqishi. Bu ikkisi g'uslni vojib qildigan omillar degan edik. Uchinchi, to'rtinchi omil. Uchinchisi ayol kishining hayzdan pok bo'lishi g'uslni gadanga vojib qiladi. To'rtinchisi ayol kishining nafosdan pok bo'lishi g'uslni vojib qiladi. Endi Musannif rahimahulloh nima deydi? Inqita'ul haydi va nifas, ya'ni hayzdan va nifosdan uzilish nima g'uslni vojib qiladi deydi. Endi buning dalili nima desa, ammal haydu, amma hayzdan uzilishning g'uslni vojib qilishining dalili bo'lsa, fa qawlihi ta'ala, Alloh taolaning tuvandiki buni qavlini aytadi. Hatta yathurna. Ya'ni Sura Baqarniki 222-oyatida yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن degan oyat. Mushu oyatda ikki xil qiroat kelgan. Ikki xil qiroat. Bir qiroatda hatta yathurna, yana bir qiroati shu hatta yattahharna. Bizniki Hanafi mazhabida ham ikki xil ko'z qarash bor bu masalada. Lekin al-fatwa yattahharna degan qiroat bo'yicha. Hatta biz yathurna deb o'qisaqmi, lekin hukm berishda nimadan ish bo'ladi? Boshqa qiroatni hukm berish, fiqh hukm berish bo'lib beradi. Qiroat o'qish shart emas. Hatta yattahharna deb o'qigan vaqtimizda, ya'ni ayollardan ular qattiq pok bo'lguncha yattahharna degani pokiza bo'lmoqcha ularga yaqin yo'lamanglar. Va la taqrabuhunna hatta yattahharna degan u pokiza bo'lmoqcha degan. Shu pokiza bo'lsa qanday bo'ldi? G'usldan bir pok bo'lib, g'usl qilib yurib ikkinchi qadam pok bo'lganda pokiza bo'lgan bo'ladi. Ammo yattahharna desa-chu hayzdan pok bo'lgandikilar ayollar nima qilsa bo'ladi? Hayzdan pok bo'lib, bir namoz o'quvchilar bir namozni vaqti o'tsa, ayol bilan muloqot o'tkazsa bo'ladi. Ammo yattahharna degan bo'yicha u hayzdan pok bo'lib, tagi g'usl qilib bo'lmoqchi ayol bilan nima qilib bo'lmaydi? Jamoat qilib bo'lmaydi. Demak, bu shu al-fatva mush qavlga, ya'ni g'usl qilish nima vojib? Hayzdan uzilgan ayolning g'usl qilishi vojib. Dalil mushu. Hatta yattahharna degan qiraat. Ay muni'a min qurbanihinna, musulmonlar ayollarga hatta yaqtasilna, ayollar toki g'usl qilib bo'lganga qadar ayollarga yaqin yo'lamaslikqa buyurildi va yaqin yo'lashdan tusaldi. Valima rawa al-Imam Azam, ya'ni bilan hadisdan dalil qasid esa axbardan İmam Azam Abu Hanife rahimahullah Ömer ve İbn Mesud radıyallahu anhumalardan rivayet qilgan hadis. Qalanızda deganki hadis bilimida ta'liq degan bir şekilde o'qidan muallaq hadis, ha? Men azma ta'liq deymiz biz buni. Rawal İmam al-Azam an Ömer ve İbn Mesud desa İmam Azam Abdullah ibn Mesud bilan Ömer radıyallahu anh ko'rganmi? Yo'q, ko'rmagan. Ammo orada nima? İmam Azamniki shayxi nima? Shayxi balki bir shayx, balki ikki shayx nima qilindi? Orada hazf tushib qoldi. Mushedisinde batıldı o ta'liq muallaq degan so'z oldi. Va lima rawal Imam al-Azam Ömer ve İbn Mesud radıyallahu anhumalar rivayet qilgan hadis. İmam Azam mushkilalarni rivayet qilgan annahuma qala Ömer ve İbn Mesud radıyallahu anhumalar mundaq degan edi. Fil haid allati inqata'a damuha. Ya'ni qani uzilgan hayzlar haqida mundaq degan edi bular. Fa hiya haidun ma lam taqtasil. U madamiki u g'usl qilmasa hayzlardir. Ya'ni u g'usl qilmagan muddatda u hayzlardir. Va laula wujubuhu lama muni'a. Agar shuniki hayzlar ayolniki g'usl hayzdan pok bo'lgan ayolning g'usl qilishi vojib bo'lmasa edi,
lema muni'a degan gap tusalmaydi. Nimadan? Ayollarga yaqin yo'lashdan tusalmaydi. Va amma nifas fa bil ijma'. Nifas endi nifasdan pak bo'lgan ayolniki g'usl qilishni vojibligi fa bil ijma'. Buni butun mazhabdagilarmisi ijma' kelgan hukm bu. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. ولما روي عن معاذ رضي الله عنه قال حديث متفيدا قال إذا مضى للنفساء 7 ثم رأت الطهر فلتغتسل وتصلي qachonki nifaslar ayolga 7 kun o'ssa ondan keyin poklikni ko'rsa g'usl qilsin va namoz o'qsin. Buni degan gap nifasniki muddatining ko'pi 40 kun. Nifasning muddatining ko'pi 40 kun, o'zininki nimasi yo'q? Cheki yo'q. Hattoki hozir bir ayolni mesela operatsiya qilib qo'shqini banlasa, nifas ko'rmagan bo'lsa, g'usl qilib namoz o'qish bo'ladi. Uni cho'qim 40 kun yetin degan gap yo'q. 40 kun yetin degan gap yo'q. Agar qon ko'msa, qon kelmasa, g'usl qilib namoz o'qish bo'ladi. Nifasni kimsa yo'q. Men 7 kun degani yana 40 kun yetish shart emas demak. 7 kun degani tuvaniniki demak demakchi emas. Tuvanning cheki demakchi emas. Balki yana 40 kun deb shart emas. 40 kun yetish shart emas. Agar 7 kunni qon to'xtab qolsa ham g'usl qilib nima qiladi? Namoz o'qisa bo'ladi. Namoz o'qiydi. Demak bu istimni shu amr faltaqtasil va tusalli degan amr nima ifodalaydi? Vujubni ifodalaydi. Al-amru lil vujub. Xo'sh. Va kaza yajibu ala al-mustahadati. Shuningdek, endi bu g'usl qilish istihozador ayolga ham vojib bo'ladi. Buni degan gap istihozadorga nima g'usl qilish vojib bo'lsa, iza kamulat ayyamu haydiha. Istihozador ayolning hayz kunlari kamil bo'lsa. Endi siz o'ylab qolsizlar, bu hayz bilan istihozani qanday ayirlaydi deb qo'yishinglar mumkin. Buni odat bilan ayirlaydi. Odat degan qanday odat? Ya'ni masalan ayol kishi istihozalar bo'lishdan burun masalan oyniki masalan oyning 5ida kisal ko'rib 7 kun kisal ko'rdi ekan. Oyning 5ida kisal bo'lib 7-kungacha kisal bo'ldi ekan. Undan keyin kamil saqlaydi ekan, pak bo'lib kamil bir oydan keyin yana 7 kun kisal bo'ldi ekan. Har oyda 7 kun kisal bo'lib oyning 5dan 7-sagacha kisal bo'lib odatlanib kelgan bo'lsa, keyinlikida istihoza bo'lib qolibdi. Istihozalar bo'lib xun mangadigan bo'lib qolibdi, qon mangadigan. Kisal kelib olib qolibdi. Ayda bu vaqtda nima ish qiladi? Har oyning 1-kundan 7-kungacha bu hayzlarning hukmida bo'ladi. 7-kun bo'lganda nima qiladi? O'zi g'usl qilib yuyinadi. Uni keyin buni iyi bilan munosabat qilsa bo'ladi, namoz o'qisa bo'ladi. Tushunarmi? Ya'ni hayzlarmi, istihozalarmi ham mustahada ayolmi hayzlarning hukmida bo'ladi. Odatdan ayoldan buni. Hech kimga o'xshash qolmagan bilan. لأنها في أحكام الحيض كالطاهرات. Çünkü istihazadar hatunlar ham hayzning ahkamlarida tahirat pak ayollarga o'xshaydi. Nimishqa bunun dalili matza lima rawal Buxoriy. Imom Buxoriy Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilgan. Mushaydi hammasi nima ta'liq tushunarmi? Lima rawal Buxoriy ana Oysha ta'liq. Nima uchun ta'liq qildi bu joyda? Ya'ni sanatlarni qisqartib, chunki kitobni qisqartish uchun. İmam Buxoriy Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilgan tufayli. أن فاطمة بنت أبي حبيش degan sahabe كانت تستحاض يستحاض degan istihazada bo'lib qolgan edi. فسألت النبي bu ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Faqal Rasululloh bunday dedi. Men qanday qilaman? Mendan xun mangadigan bo'lib qoldi. Ayollar kesilib kelib olib qoldi. Deganda Rasululloh dediki, "Zalika irqun va laysat bil hayda." Sendan kelgan bu qon hayz emas. Bu degan bir tumor. Ya'ni bir tumordan kelgan qon bu. Hayzning qoni emas, ya'ni buzuq qon emas. Bu bir qondir. Irqu deb tumor degan gap, ya'ni tumordan kelgan qon. Va laysat bil hayz degan gap bizning balayat qondan chiqqan buzuq qonlar emas. Fa iza qbalatil haydatu demak sening hayzing degan normal qiladigan hayzing oldini qilsa fada'i salat namozni harakat namoz o'qima. Ya'ni seninki odating bo'yicha, burunqi odating bo'yicha hayz ko'radigan kunlardan kelganda sen nima qil? Namozingni tark et. Va iza adbarat ya'ni sening odating bo'yicha hayz ko'radigan kunlardan o'tib ketib bo'lsa, faqtasil g'usl qilgin va salli va namoz o'qigin degan hadisni tufaylidan. Tushunarmi? Xo'sh, endi al-hikmatu fi wujubil ghusli. G'uslning vojib bo'lishiga hikmat nima? Nima uchun g'usl qilish vojib bo'ldi? Desa, nima uchun tahoratdagi masalan
Cenabettin okşayacağım tatil olsak bulmamdı o. Ne için gusül kılmaz dese innema vecebe gaslu cemi'il bedeni li vucuh. Gusülda cimi bedenni yuyuş bir qancha sebepten cihtinden vacip oldu. Birinci el-lezze. Birinci sebep lezzet. Lezzetleniş. Ve yazharu eseruha. Hem de bu cenabetki bu lezzetinin eseri cimi bedende aşkar bulunur. Cimi bedende aşkar bulunur. Yani cima kılgı adam lezzetlengende bütün o çokusunu da tapınca cemisi katı lezzetlenir. Aynı davandaki çokusunu da tapınca hemmisini yuyuş gerek. Fe umira bi gaslihi şükren li hadi ni'me. Bu nimetki şükür etiş yüzüsüden bütün cimi bedenini yuyuşku buyuruldu. Ma birinci hikmeti. İkinci hikmet el-vet'u la yekunu illa bi istimali cemi'i ma fil bedeni minel kuvve. Veti diyen bedendeki cimi kuvvetini iş kısaganda andikin iş kaçırgan bir iş. Çok üstünde tapınca bütün güçlü iş salgan bütün bedendeki kuvvetini alır o. Senin çıkan meni diyen meni sul ve tarafta erkekten suluktan çıkan meni şu bütün bedenin çıkdı. Bütün bedenin kuvveti ile çıkan narsa. Şunun için bütün beden iş sebep bütün beden iş gelip xahiş olgandaki bunu iş gerek. Bütün bedenini iş gerek. Fevecebe gaslu cemi'il beden el-zahir. Anda olgandaki bedenin taşkı bedenin hemmesini vel batin bi kadaril imkan. İçki bedenini imkan kadar. Yani şu yuğul bulga yerlerini mesela. Biz gözüm münde yerlerini tarttım. Bunun içlerini müşkan abdan müşkip ağzının içine abdan galıgı çayqap kindiklerini içinde tartıp yani şıkırıp yuğul bulduğun yani tuluk yuş gerek olsun da tarat yoxşumaydı. Ve la kezalikel hades. Hades onun yoxşumaydı. Hades degen tersindığında da bütün beden bilen tersindemaydı. Şunun için onun da bu ikinci hikmet. Üçüncü hikmet ise gaslul kulli evil ba'd. Bütün bedenini yuyuş ya ki bedenin bir kısmını yuyuş degen vecebe vesileten ile salah. Namazga vesile. Buna vacip oldu. Namaz okuş için bir vesile bu. Ya bütün ya bedenin hemmesini yuyuş ya ki bir kısmını yuyuş. Namaz okuş için bir vesile. Vel haracu qaimun fi gasli kulli beden indel hades. Hades sunulgan çağda bedenin hemmesini yuyuş deme. Yuyuşta harac bardır. Harac degen gap yani kıyınçılık bardır. Fektufiye anda olgandaki fektufiye bi gasli atraf def'alil harac. Bu şu kıyınçılıkla takabül turuş. Kıyınçılıkın aldığını ilişkinin cihetidin bedenin azalarını yuyup koysa bedenin azalarını yuyuş bilen fektufiye degen kanaatlenildi. Kifaya kılındı. Ve la harace fil cenab. Cenabette harac yok. Nemiş kal? Lienneha la tektur. Cenabetin köp yüzmemeydi. Febakiye fiha alel azime. Ma cenabetin hükmede azimet peti kaldı. Azimetle peti kaldı. Anımızı çoğu hadesli çoğu ruhsat gidip gitti. Çünkü onun capa var. Harac boğandıkin her kıtım gusül kılanırsa 5 vakit 5 gusül kılanırsa insanın suyu kaşıp kisalap bir etki tadı. Lakin cima diyen çoğu hepte diye 3 kadın buludu. Kodunu yoklağı da 15 günde şeytan alıp kalanda gusül kıldı. İhtilam boğandı. Kodunu yoklağı bir aydı bey. Abi hepte de bir buludu. Kodunu varlığı 3 günde bir buludu. Demek bunun capa yok. Lakin bu terteniniz çoğu her günü 5 vakit yürüdü sana o dem yakapçıydı kisalap. Şunun için de hoşumaydı. Emde eşyaun la tucibul ihtisal. Emde gusülünü vacip kılmaydıgan narsalardır. Birinci el-mezi. Mezi gusülünü vacip kılmaydı. Mezi degen nima? Bi sukuni zali ve kesriha. Mezyi deb zalniki sakin bilen ve kesriha meziyi deb zalniki zir bilen. Zalnın zir bilen bolganda ya teşdid kıldı. Meziyi bunu. Zalnın sakin bolganda mezyun deb yani tahfif. Ya tahfif bilen zal sakin bilen buludu. Ma'nasında mesela ma'un raqiqun yakhrucu inde şehvetin la bi şehvetin ve la defqin ve la yaqibuhu futur. Yani mezidin qanday narsa bu degan suyuq bir su. Suyuq. Anda menide quyuq emas. Suyuq bir su. Yakhrucu inde şehve. Şehvet adamniki şehveti qo'zg'alganda chiqdi. Ammo la bi şehvet. Şehvet bilan chiqmaydi. Şehvet bilan chiqmaydi. Meni chiqqandek şehvet bilan chiqmaydi. Ve la defq. Meni chiqqandek anda part etilib chiqmaydi. Ayeti siliq chiqdi. Ve la yaqibuhu futur. Uningga futur kendin kelmaydi. Futur degan gap sizlarniki üskün angla jimib qolmaydi. Ya'ni nima chiqqanda, mazi chiqqanda adamning avrati nima bo'shab qolmaydi. Ha, turuveradi bir xil. Ve la yaqibuhu futur degan gap. Susliq etmaydi degan gap. Va rubama balki u mazini chiqqanini inson sezmasga ham mumkin. O'zi ham sezmasga, tuymasga mumkin.
Ve huve aglabu fin nisa minhu fil rical. Mezi ayollarni ko'proq chiqadi ayollarga qaraganda. Mezi ayollarga qaraganda ayollarni ko'proq bo'ladi. Endi fihil vudu mezide taharet ketadi. Mezide taharet ilish ketadi. Taharet ilish vacib bo'ladi. Nemish hadise lima rava Sahl ibn Hunayf. Sahl ibn Hunayf radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisning jihtidan. Qala Sahl ibn Hunayf radhiyallohu anhu mundaq degan edi. Kuntu alqa min al-mazyi shiddatan. Men mazidin mushaqqatga uchraydim deydi. Men mazinin tufayli min ajl mazi. Mazinin tufaylidan mushaqqatga uchraydim. Qanday mushaqqatga uchraydim? Ya'ni chunki Sahl ibn Hunayf radhiyallohu anhu nima qiladi? Mazi chiqsa, g'usl vojib bo'ladi deb e'tiqod qiladi. Unda o'ylab, ha mazi chiqsa nima qiladi? G'usl qiladi. Shu sababdan nima bo'ladi? Jabbat atadi, mushaqqat atadi. Ma'nosi shu yermi? Buni o'zi va kuntu deb o'zi tafsir qilib qo'yadi. Ya'ni va kunt ya'ni men uksiru minhu al-iqtisal. Mazidin g'uslni ko'p qiladi degan mazining sababi bilan, mazining sababidan g'uslni ko'p qiladi. Fasaltu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan an zalik. Ashundan so'radim, ya'ni mazidin g'usli ketamdi deb so'rasam, faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dediki, "Innama yujzika min zalika al-wudu." Sana ashundan ya'ni mazidin faqat taharet ilishla kifoya qiladi. Tushundingmi? Faqat taharet ilishla kifoya qiladi. Sanlam kifoya qiladi emas. Sana faqat taharet ilishla kifoya qiladi. Taharetlam oson bo'ldi. G'usl qilsang bo'ladi. Qultu dedimki, ya Rasululloh, fa kayfa bima yusibu thawbi minhu? Unda bo'lsa, meniki kiyimimga, mazidin mening kiyimimga yo'qib qolgan mazini qanday qilaman? Yuyamdiman yoki qopqamdiman degandek so'rasam, dediki, yakfika bi an ta'khuda kaffan mimma. Sana bir alqan, bir urush suvni olsang, fatandaha biha thawbak, bir urush suvni kiyimingga chatsang, nima haythu tara annahu asaba. Sen shu mazi yo'qib qolgan yerga chechib olsang, nima bo'ladi? Kiyiming pak bo'ladi. Uni alohida o'lg'ab yuvishga emas, bir suv chechib olsang bo'ldi shu. Mazi yo'qib qolgan yerga. Bir alqan suvni chechib olsang pak bo'ladi. Pak bo'ladi. Endi ikkinchisi vadi. Vadidan nima ketmaydi o? Birinchi mazidan g'usl qilish vojib bo'lmaydi. İkinci vedidin hem g'usl qilish vojib bo'lmaydi. Vedi degan nima? Biskani dalning sa vadi va taxfifil ya, ya'ni taxfif bilan vadi emas, vadi. Mazid ikki xil iborat bo'lishimiz bilan maziyi, yana bir cho mazi. Maziyun deyish. Ma vadida vadiyun faqat. Vadida endi vadi degan nima desa, vadi degan ma'un abyadu kadirun degan oq, kadir degan du'a. Suzuk emas, ma'ni va safi. Endi bu kedirgan nima o'zining qarshi suzuk emas, du'a, ko'ngil olmaydigan. Ya'ni buning bilan aralashib qolgan. Ya'ni musofiniki aksi. Shuningmi? Du'a deymiz endi buni biz. O'zi du'a sahin degan quyuq, sahin degan gap suyuq emas. Ma'nodagi suyuq emas, nima? O'zi quyuq, menga o'xshash quyuq. Lekin la raihata la. Uniki furuq yo'q. Menga o'xshamaydigan deb qolsa, furmaydi bu. Vadi furmaydi. Ammo menicho qo'ymichi chiqib furaydi. Qo'ymichangi deb narsa bor. Meni qo'ymichanga o'xshash bo'laydi. Ammo vadida hech qanday furoq yo'q. Yaqibul bawla bu suyuqning keynidan chiqadi. Sip bo'lgandan keyin suyuqning keynidan keladi. Va qad yasbiquhu ba'zida suyuqning oldida kelishi mumkin. Yashbahul maniya bu maniga o'xshaydi. Fitaxana degan quyuqlikda maniga o'xshaydi. Va yuxalifu fil kudra degan gap ma'vu. Dug'uliqda meniga nima qiladi? O'xshamaydi. Meni degan oq keladi, oq moyil keladi, lekin ma'vusal suniki du'a holatiga o'xshaydi, loyisiga o'xshaydi. Va yakhruju qatratan aw qatratayn. Bir tomchi, ikki tomchi chiqdi aqibal baul. Suyuqning keynidan sipogandan keyin bir tomchi, ikki tomchidan chiqadi. Idza kanat at-tabi'atu mustamsika. Degan agar insonning tabiati mustamsik degan gap sal suyuq oz bo'lsa, suyuq oz holatda bo'lsa bir tomchi, ikki tomchi chiqadi. Va inda hamli shay'in thaqil. Ya'ni bundaq eg'il narsa ko'targanda ham chiqadi. Eg'il narsa ko'tarsa ham chiqadi. Va ba'da al-ightisal min al-jima' jima qilib g'usl qilgandan keyin ham chiqadi. Va yanqudul wudu taharati buning hukmi nima? Taharatni sundirib o'tadi. Endi bu taharatni sundirdi, tushundingmi? Ya'ni g'usl qilish vojib bo'lmaydi, ammo taharatni sundirdi. Kichik taharatni sundirdi. Fa in qila agar bir odam savol so'rasa, ma fa'idatu wujubul wudu'i min al-wadi?
Vedidin taharet edişinin vacip oluşunun faydası nima? Ve kad vecebe minel bevli qablahu. Süydük onu aldı, vedidin aldı çıkan süydük bilen taharet ediş vacip olan pavantысы. Vedidin ayım vacip kanının faydası var. Dese ucibu bunu cevap vermek ki bi ennehu kad yahrucu dunel bewl. Bazıda süydüksüz hem çıkıp kalır. Ve gınas bitegende simesinden hem vedi çıkıp kalış mümkün. Kema zekerna biz yukarı zikirgandık. Fela yelidu sual. Ama sual kemmeydi. Sual var, talep kemmeydi. Ev yuqal yakin mudak değildi. Tezharu faidetuhu. Yani bunun faydası fi men bihi selesu bevlin. Silsile bewl bulap kalgan yani sizden. Toxtamaydı süzdük demep turduğan, süydük demep turduğan, süzdük tanmaydıgan kisel bulap kalgan edemde bunun faydası aşkara buludu. Çünkü feinne vudu çünkü süzdük tutanmaydıgan adamın tahareti yanqudu bil vedi. Vedi bilen taharetini do dunel bewl süzdüklen emez. Eğer bir adamda silsile bewl bulap kalsa yoki istihazada bulap kalsa bunun hükmü nima? Bu her namazının vakti için taharet alıdı. Pişin vakti kelgende taharet alıdı. Asirgitçe qancha namaz o'qisa bo'ladi. Uni da qon kasimi mayli, süzdük demep basimi mayli. Shundaqmi? Amma vedi kas taharetini do. Shunda dema. Üçüncü ihtilam bila belal. Yani hölleksiz bedem uxlab tushkab, xudna tushkabdi, jimoa tushkabdi lekin uyg'onsa ishdan quruq. Höl yo'q bo'lsa, uning g'usliga dengi g'usl vojib bo'lmaydi. To'rtinchi idxalu hiqnatin aw isba'in ve nahvi fi ahdi subil. İki yolun birge ukul kigüzüş. Yani bir adamdaki aldığı yol, ya kendi yoldan ukul. Doktorun ukulu. Ukulunu kigüzüş ya ki isba'. Parmağını aldığı yoldan kendi parmağını kigüzse bunun da vacip olmaydı o. G'usl vacip olmaydı. Lekin bu meselede muhtelefun fiha. Sinca qilganda alqanning mevla qisindaydi. Agar maqul shunday qilsa, qulchi maqul ketsa, g'usl vojib bo'ladi deydi bizniki mazhabning bir qismida. Ehtiyot qilish kerak g'uslda. Shuning uchun miya bilan g'usl, miya bilan istinjo qilish kerak deydi olimlar. Endi miyada ma fatvoda vojib bo'lmaydi debdi. Lekin muhtelefun fi masala. 5. Vat'u bahimatin aw maytatin min g'ayri inzalin ve huwa haram. Yani bahimet degan çarpay, hayvan. Ev meyteye ülep kalan ayalını ve tıkılış min gayri inzal diye gep ve meni çıkamazsın. Ve bu haram. Bu haramdır, eminet haram. Lakin gusl vacip olmaydı. Bu harammış. Bir adam çarpay bilen ve tıksa çarpay bilen ve tıkılır ne mıkımsa meni çıkmasa. Ya ülep kalan ayalını mümkün emez diye ne bırakası vardı eskinin bir sıkıntısa. Ülep kalan ayalını ve tıksa meni çıkmasa g'usl vojib bo'lmaydi. Bu qattiq haram ish, ig'ir jinoyat, ammo g'usl vojib bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki bu yerda kamolu shahva bo'lish kerak. G'usl vojib bo'lish uchun nima? Kamolu shahva. Bu yerda kamolu shahva bo'lmoqlik uchun deydi. 6. Isabatu bikrin lam tuzilil isabatu bukarataha min g'ayri inzal. Endi bir qiz oldim birga chaqiribdi. Bir odam birisi qiz oldim meni apti, qiz oldim meni apti. Qiz bilan munosabat o'tkazibdi, yaqinchilik qilibdi. Lam tuzil isab bu yaqinchiligi bu qiz bolaniki qizligini yo'qotmabdi. Men g'ayri inzal bu odamdan meni inzal bo'lmagan bo'lsa, nima g'usl vojib bo'lmaydi. Nimishqa li annaha tamna'u yani qiz bolaniki qizlik pardasi, qizlik bukarasi degan qizlik pardasi iltiqa'al xitanayn ikki xat nigoni, ikki xatnilikni uchishdan to'sib qoladi. Shunga g'usl vojib bo'lmaydi deydi. El-agsalul mesnune endi sünnet bo'lgan g'usllar. Senda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma kuni uchun g'usl qilishni, ikki hayit namoz uchun, haj yoki umrga ihrom bog'lash uchun g'usl qilishni sunnat qildi. Valil hajji fi arfat va haji arfat kuni kun egilib bo'lgandan keyin g'usl qilish ham sunnat. Rasululloh buni ham sunnat qilgan edi. Nimish qatl limar val fakih bin Sa'd Fakih bin Sa'd rivayet kıldığını getirdi. Ve kânet lehu Fakih bin Sa'd'ın Resulullah'a bir sohbeti, Resulullah ile hemrah olan bir sohbeti var idi. Resulullah'ın sahabelik salahiyeti var idi. Ende bu şundak rivayet kıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yagtesilu yevmel cuma. Cuma günlükte ve Arpat günü, Rüzeyt günü, Kurban et günü g'usl qiladi deb rivayet kıldı. Ve kânel Fakih ibn Sa'id ya'muru ehlehu o'zining ahlini mush kunlarda g'usl qilishga buyurdi. Ve se'ale reculun Aliyen bir adam Ali radıyallahu anh'ın söyledi. Yani guslellezi huvel guslu. Ve kâle yani guslellezi huvel guslu. Yani
G'usl qiladigan g'usldan. G'usl qiladigan g'usldan gap, ya'ni shariat qatoga olgan sunnat bo'lgan g'usldan demakchi. So'radi, endi odatdagi nima g'usl emas? Ya'ni odatdagi yuvinish emas, ya'ni sunnat bo'lgan shariatdan kelgan g'usldan so'radi. Qala Ali roziyallohu anhu dediki, yawmul juma, juma kuni va yawm arafa, arafat kuni va yawmul fitr, uzayt kuni. Yani bu demek ki onun içine mühim kirip gidiyordu, kurban etkenim kirip gidiyordu. Ve verada İbn Ömer radıyallahu anh'ın şunda vardı, oldu ki İbn Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet kılığını anlayan iken. Men eter cumu'ate fel yaktasil. Kim ki cumaga kelse g'usl qilsin. Demek g'usl qilsin degan agar boshqa bir bunun qarina sahip bo'lmasa, ham vojib hukmi chiqadi. Lekin sunnat ham. Sunnat degan qaraganda boshqa nimalar bor? Boshqa qarina sarifi bor. Va yoki boshqa qarina sarif bo'lmasa, hadis nima sahih yo'llar kelgan bo'lsa ham nima sunnatga hukm chiqadi. Va kana ibn Umar radhiyallohu anhu yaghtasilu fil aydayni ightisalahu min al-janabati. İbn Umar radhiyallohu anhu ikki aytda jinobatdan g'usl qilgandek g'usl qiladi. Va ammal g'usl lil ihram, ham ihrom uchun g'usl qilishning dalili bo'lsa, falima rawa Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamdan rivoyat qilgan, tecerrede li ihlalihi vaqtasal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramı kelish uchun yalang'ochlandi, vaqtasal va g'usl qildi degan hadisni jihatidan doğru. Tanbihun azim degan nihayat büyük bir tanbih, eskartish. La tenfa'u taharatu zahiratu illa ma'at taharatil batina. Zahiri taharet faqatla batini taharet bilan billa ondan asqatadi, foydasi bor. Bil ihlas, batini taharet degan nima? İhlas bilan ve nezahati anil ghilli, xiyanatdan, g'ish degan saqtipaz, ko'z buyamchilikdan, vel hiqd, adovatdan, vel hasad, hasaddan pok bo'lish bilan ve tathhirul qalbi amma sivallahi ta'ala min al-kawnayn. Qalbni bu olam u olamdagi hamma narsadan, Allohdan boshqa bu olam u olamdagi hamma narsadan poklash bilan, poklash bilan nima bo'ladi? Uni kenidan batini tahorat qilib keladi. Fata'buduhu anda qilsang, undan keyin Alloh taolaning zoti uchun ibodat qilasan. La li'illatin yoki fata'buduhu li zatihi va Alloh taolaniki zoti uchun ibodat qilishdan. La li'illatin degan gap bir illat uchun emas. Dunyolik bir sabab maqsad uchun emas. Faqat Allohning zoti, Allohning roziligi uchun ibodat qilishing. Muftaqiran ilayhi, Alloh taolaga muhtoj bo'lgan holatda ibodat qilishing. Mutakabbir qilgan holatda emas, bihojat bo'lgan holatda emas, Allohga oid muhtoj bo'lgan holatda ibodat qilishing. Bu hammasi nima? Batini tahorat. Ve hu aşında qilsang, yani Allah Taala mushunda zotiga ibodat qilsang, Alloh taolaga muhtoj bo'lgan holatda ibodat qilsang, yuqori shartlar bilan ve huve yetafaddalu bil manni bi qada'i havaij. Alloh taolo sana sening hojatlaring, sen qistalgan hojatlaringni ado qilish bilan sana ihson qiladi. Itfan alayka, sana shaqqat qilgan holatda. Fatakunu abdan fardan lil malik al ahad al fard. Sen yolg'iz bir banda bo'lasan. Nima? Yakki yigani bo'lgan yolg'iz bir Alloh igining, Alloh taolaniki igimizning yolg'iz bir bandasi bo'lasan. La yastariquka shay'un min al-ashya'i suwa. Seni Allohdan boshqa hech qanday bir narsa qul qilmasin. O'ziga qul qilib olmasin. Va la yastamliku hawaka va la yastamliku hawaka an xidmatika iyya. Sening havoyi havasing uning xizmat qilishingdan sana ega bo'lib olmasin. Allohga xizmat qilishni seni tusab, sana boshliq bo'lib olmasin seniki havoyi havasing, nafsing. Hasan al-Basri rahimahulloh taala bunday degan edi she'rda. Rubba masturin sabathu shahvatuhu qad uriya min sitrihi wanhataka. Sahibu shahvati abdun fa iza malaka ash-shahwata adha malika. Bunda she'r o'qigan. Ya'ni rubba masturin, nurg'ulgan mastur odamlar va mastur, yo'galgan ayb nuqsonlari yapilgan, ayb nuqsonlari yo'galgan odamlar bor. Sabathu shahvatuhu, uning shahvati asriga oldi. Sabathu degan gap asri. Düşmanni asirga olgandek asirga oldi. Qad uriya. Shuni olib yonashib qoldi. Yonashib qoldi. Min sitrihi, o'zining sitrisidan, pardasidan yonashib qoldi. Va hataka buning pardasi yirtilib ketdi, busilib ketdi. Mana degan gap nurg'ulgan odamniki ayb nuqsonlari ichida yushirib turgan. Shundami? Alloh taolo buni yapgan. Ammo bu o'zining shahvatiniga asri bo'lib, shahvatining keyini kirib, oshqitga birini qilib, yeydigan narsani birini yeb, qitqasikni birini qilgandan keyin buning butun eskiliklar, butun xalq olamining bo'ldi, oshkor bo'lib chechib ketdi. Sahibu shahvati abdun fa iza malaka shahvata adha malikan. Bu shahvatparast odam, shahvatparast odam degan quldir. Qul bu, ya'ni nafsining quli, shahvatining quli u.
Feyda melik eğer şehvetga ega bo'lsa, ya'ni shahvatini boshqarib, shahvatini kontrol qilib, nima qilsa, tizginlasa, nafsi havo havasini keyin kirmasa, adha malika, asbaha malik. Podshoh aylanadi, podshoh bo'ladi. Feyda axlasa lillah, agar banda Allohga ixlos qilsa va bima kallafahu bihi vartada, Alloh taolo uni taklif qilgan narsaga rozilik bilan rozi bo'lsa va rozilik bilan ado qilsa, Alloh taolo uni taklif qilgan shariatning buyruqlariga qama fa addahu o'rnidan turib uni ado qilsa, haffatul inayatu, Alloh taoloning inoyat rahmatlari uni qo'rshaydi, haythu ma tavajjaha va qasad. Qayerga yuzlansin, qayerga maqsad qilsin, Alloh taoloning inoyati uni o'z ichiga oladi va allamahu ma lam yakun ya'lam. Unga bilmagan narsalarni bildirdi. Va oxir davona alhamdulillah.